Hammaga assalomu alaykum. Men Toshkent shahridanman. Bundan 2 oy oldin Sardor Jo'rayevga ko'zlarimni operatsiya qildirdim. Grijalarim bor edi. Ertalablar turganimda ko'zim yumilib qoladigan darajada shishib ketardi. Mana hozir juda yaxshi ochilib qoldi ko'zlarim, yengil bo'lib. Operatsiya jarayonida yo'q, hech qanaqa noqulaylik bo'lgani yo'q, og'riq sezganim yo'q. Operatsiyadan keyin ham og'riq bo'lgani yo'q. Yaxshi hammasi. Chiroyli bo'ldi. Ha, tavsiya qilaman. Qo'rqmasin hech. Men rosa qo'rqib keluvdim boshida. Og'riydi deb, yo'q, hech og'rimaydi ekan. Og'riqsiz bo'ldi hamma jarayon. Tavsiya qilaman, kelsinlar. Juda qo'llari yengil, baraka topsin.